Zo'r lokatsiyadan yo'lni bo'yindan kafemiz zudlik bilan sotiladi. Ya'ni kafe uchun solingan zdaniyamiz xudo xolasa zudlik bilan sotiladi. Lokatsiyadan zo'r yerdan olib ishlataman degan pulni tenda qolib ketadi. Bemalol gap, postangiz bilan gap, ishlatib ketaverasiz xudo xolasa. Chalasini obzor bor, sizlardan krasavchik like bo'ladi. Xo'p, bu yon tarafina 45 post. Ya'ni To'rtko'l tumanidan Galavesh 45 postimiz. Bu yerda bilasizlar, diviziyani umuman to'xtamaydi. Avtobuslar, furalar shuda bo'ladi, postoyanno taksilar to'xtaydi bu yerda. Zo'r lokatsiya, xudo xolasa chaqirib obzor qilib beraman. Bu yon tarafda Buxorodan Galavesh. Bemalol masalan, Vodiy Voha, Buxorodan Xorazmdan Qoraqalpog'iston qalan yerdan polamizni olib ishlatsa, kim olib ishlatsa, reklamasi ochilishida o'zimman bo'ladi xudo xolasa. Endi Galaveshda hojatxonasi bor. Hojatxonasi ayollar uchun 4 ta hojatxonasi, erkaklar uchun 4 tane, yana bonilardan qurilgan. Furachalar обязательно bir de to'xtaydi hamma. Zudlik bilan sotiladi, hali ishlatilmagan. Egasi просто Qozog'iston propiskadan Qozog'istonga ko'chib ketacak. Shuning uchun beni ishlatmagan hali. Salib qo'yibdi, remontlab qo'yib, chiroy qilib hali ishlatmaydi. Demak, chiroy qilib obzor qilib beraman xudo xolasa. Endi nalarning ichidan shoyatdan bir qator ko'rsatib berik. Beram suv pulni hammasi narsa kelgan, suv ham kelgan, hamma narsa kelgan. 100 ta pulni obzorlarni chiqarib bersangiz. Endi konduktor o'tiradigan yeri, mana sanuzellari tayyor debdi, vanilari. Bunda yana hojatxonalari, aristonlarning gap turibdi yana. Umanliklari qurilgan hamma narsasi tayyor debdi. Suv ham kelgan xudo xolasa. Voy Alloh uchun erkaklarga ham ishini ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, oran tarafda yana somsaxona, massajka oran tarafi, plashatka ham kengina, pulni avtobuslar, furlar to'xtaydi bu yerda. Xo'p, endi ichkarini bir qator tanishtirib beramiz xudo xolasa. Kafe Giraverishda uzun bir zalimiz. Xo'p, zalimizda katta konsertimiz bor. Konsertlar polni qoladi. Bu bir konsert, arakdan bir konsert bor. Xo'p, yana divanlar, stollar bilan jihozlangan. Shular tayyor hali toza turibdi, ishlatilmagan. Bir stoli 2 3 4 5 tane stollar divanlar bilan shu katta bir zal bu xudo xolasa. Aytaman, postangiz bilan gap ishlatib kelasiz, bahasam chiqanib bo'ladi. Xolasa kim olaman desam, navbatda ikkinchi konsert yana. Общий 4 tane konserni bor, hamma narsasi qoladi. Gazi, sveti, hamma narsasi gap turibdi. Umanliki, navbatda yana bir kuxnisi bor yana. Juda yana bir kuxnisi bor yana. Endi polni ovqatdan uzataverasiz. Suvlari gap turibdi, hamma narsasi. Bitishkilari, gazlari, nechik ko'rgan bo'lsangiz, shunday qoladi hamma narsasi. Sirtda yana balıkçı, massajkan, akvaryum ham bor. Xo'p, kameralar ham bor, hamma narsasi. Yana bir de ikkinchi zal yana. Shunda bar yana, Giraverishda yana bir bar bor yana xudo xolasa. Birdan bir konseyner bor, katta bir konseyner bor, chayli konseyneri. Xo'p, kabinalar bilan chaqirib danishtiraman. Kabinalar polni döşab turibdi yana. Palasi, narsa patologga oboy bosilgan. To'q hamma narsasi gap turibdi. Katta kabinalar. Birinchi kabina, ikkinchi kabina, polni tayyor turibdi yana. Bilasizlar, bu yerda divizion to'xtamaydi. Kim olaman desam, aytdim, kontenda qolib ketasiz xudo xolasa ishlasangiz. Ya uchinchi kabina. Har kabina addinni remontlangan xudo xolasa yana. Ko'rinishda addinni chiroyli qilib ko'rinishda remontlangan yana. Uchinchi kabina, yana bir 4-chi kabina yana chiroyli. Xo'p, yana bir de 5-chi kabina, televizor ham bor bu yerda yana tayyor. Bu yerda konditsioner ham bor. Bu katta kabinasi bu yana. Sho'pirlar kelib o'tiradigan yer, dam olib ketadigan yeri bu yana. Ovqatlanib dam olib ketadi yo'lovchilar bilan. Katta 5-chi, mana bu 6-chi kabina yana. Bu da 6-chi kabina yana. Beram oboy bosilgan g'olban degani shu durishda qoladi. Kim olaman desam, go'sha shu durishda qoladi. Endi kuxnilar bilan yana bir danishtiraman. Xo'p, buni bahasini necha so'm bo'ladi degan obunachilarim uchun bahasam bir qanot bo'ladi. Qaytib kelishib beradi. Pul zarur. Egasi Qozog'iston propiska kelgan, Qozog'istonga ketadi. Hali tayyor turgan, ishlatilmagan zdaniya. Endi bu yerda yana bir kabinasi bor yana. Bu yerda masalan olganingizdan keyin o'zingiz yotib ishchi berasiz bu yerda. Shunday. Ishchilar yotadi, o'zingiz yotasiz. Xo'p, yana bir narsa bor yana. Kuxnisi bor. Tayyor. Charovan bor buni, katta, yer maydoni juda katta. Suvlari hammasi gap turibdi. Ariston yana tayyor. Ariston, nasos. Xo'p, birdan bir umanligi bor yana tayyor. Suvlar ham gap turibdi yana. Bochoq yo'nqisini displeyga susab qo'yasiz. Mangali yana tayyor. Endi de 2 dana o'zaki bor yana. Birisida baliq qo'ysangiz, birisida kipsi qo'yasiz. Tayyor. Aytdim-ku, xudo xolasa kim olib ishlataman desam, dokumenti turar 100%, toza dokumenti turar. Gazi, sveti gap turibdi xudo xolasa. Oilaviy tadbirkorchilikda dokument olingan bunga. Puluncha so'm desanglar, xudo xolasa pulni $70,000 aytilib turibdi. Aytilgan baho sotilmaydi. Qaytib kelishib beriladi. Olaman degan to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bemalol ochilishida reklamasini o'zlarimizdan xudo xolasa. Egasi ishlatmagan hali endi. Men ishlatib ko'rgan bo'lmasa, yo'q, ishlatmagan hali beri hech narsa ishlatmay, postangiz bilan galasdan xudo xolasa ishlatib ketaverasiz. Eldini yer maydon ham katta. Endi xudo xolasa. Zo'r yerda zo'r lokatsiya joylashgan. Pardalar tortilib turadi, bir muzeey bo'ladi. Poyezd ham o'tib boradi. Mashalloh. Yo'lni bo'yinda prosta zo'r yerda.
Bir de diviziona to'xtamaylar. Mashinalar o'tadi, taksilar o'tadi, yo'lovchilar o'tadi. Endi katta avtobuslar, furalar polni to'xtab, juda ovqatlanib ketaveradi. Qaysi pul olaman desam, xudo xolasa ochilishida blogerlar bilan kelib, chiqarib reklama qilib beramiz. Inshaalloh like bosib yaqinlaringizga tashlab qo'ysa,